Assalomualaikum YouTube kanalımıza obunachiları. Yana bir son o'tganmiz. O'zlarimiz Urganch shahrida bo'ldi. Shunday deb oshxona mebelini ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Oshxona mebelimiz o'sha uzunasi 475 bo'ldi. Balandligi patologgacha bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. O'sha 13 million 300 ming so'mga bitgan oshxona mebelimiz. Oshxona mebel bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Stollari eng yaxshi stollaridan qo'yildi. Eronning stollaridan. Bellerinden, fartukuna, o'zini materialından koyup verdik. Telerinden led lampochkalari, en full moykalarını koyup verdik. Bonus sifatinde musur idishleri görüşleriniz mümkün. En yaxshi akrillerden koyup verdik. Bellerinden dimafotlarını çıkarıp görüşleriniz mümkün. Sifatli akrilden biz rüçke variantta oldu. Bellerinden şimdi gaz unlarını anlatıp bitişkecelerini işletip verdik. Birilerinde kat yolunmalarını bekleyip şimdi şikap çekip verdik. Görüşleriniz mümkün. Çötük olup çıktı. Dilerine, teşkilerine görüşleriniz mümkün. Mekanizmler tandem oldu. İşlerimle birge 100% indif. Bemalal 30-40 kilogacha ko'taradi. Shunday deb çötük etib ishlab berdik. Bizlarda mebellarda 1 yilgacha garantiya bo'ladi. Bemalol zakaz etishingiz mumkin. Agar mexanizmlari tushib, natib, stolları agar cheshib qoladigan bo'lsa, besplatniy servislarimiz bor. Shunday deb kukuniy mebel cho'tib olib patologgacha chiqdi. Bu yerda xonadagi umumlar ham. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, bizlarimizga murojaat etaverasizlar. Telefon raqamlarini kommentariyada, afisyanada qoldiraman. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. Xorazm bo'ylab borib razmer olish ustanokka besplatniy bo'ladi. Boshqa viloyatlarda kelishilgan narxlarda bo'ladi. Bemalol telefonga zakaz berishingiz mumkin. Shu kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarda o'tib berasizlar.